Hürmetli vatandaşım, leksiyemizi devamlaştırırız. Leksiyede sıdıkacılığız Washington'dan sözlevatımız. Banyi meydanın aşkarlıdı. 5 burcaklık bina soğuk muamele kıldı. Mavzulu haber 2. ayının 24. günü Şangang'da neşirden çıkıdığan Dongfang gazeti ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cungo'nun Taşkı İşler Ministeri Wang Yi, Amerika Koşmuş Ştatlarının Devlet İşler Katibi John Kerry, Cenubi Deniz meselesi boyunca tığ elişti. Ministeri Wang Yi, Cenubi Deniz'de yakın aralıkta her bir işler razvet kılış, herkesin yüz vermezkini ümit kılıdığını bildirdi. Taşqarı dünyanın Amerika'nın burayındaki harbiy hareketlerine sal qarğanlıqdan narazı oldu. Devlet İşler Katibi John Kerry, Cungo'nun öz aldığı hareket kılıp atqanlığını tanqidlep, erken qatnaşını qoğdaydıqanlığını qayta ta'kidledi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mudofaasının ministri Ashton Carter, aslida o'rinlashtirilgan minister Wang Yi bilan uchrashishni keskin rad qilib, bekor qilib, minister Wang Yiga so'goq muomala qildi. Yana boshqa bir xabarda Jungo'ning Janubiy dengizda askar ko'paytganligi, yaqindan beri Yongshan arlig'i 15 tane kurashchi aeroplan o'rinlashtirilganligi ko'rsatildi. Minister Wang Yi haftaning 2. kuni Washingtonda Amerika Qo'shma Shtatlarının Davlat İşler Katibi John Kerry bilan suhbat o'tkazdi. Suhbatdan keyin muxbirlarni kutib olish yig'inida minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Janubiy dengiz masalasi Amerika Jungo o'rtasidagi masala bo'lmasligi kerak. Demek bu yerde Janubiy dengiz meselesi bo'yicha Amerikani Iroqqa ishtirib yetib bordi Wang Yi efendi. Bo'lmasligi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarının Davlat İşler Katibi John Kerry mundaq ko'rsatdi. Jungo, Vyetnam ve har qaysi taraflar yakka harakat qilishdan saqlanishi lozim. Vaziyatni o'rlatmasligi kerak. Davlat İşler Katibi John Kerry erken qatnashni ve erken uçuş erkinlikini qo'g'daydiganligini qayta ta'kidladi. Jungo'ning Yangja orlig'i radar o'rinlashtirish masalasi to'g'risida minister Wang Yi Jungo tarafining egilik huquqini qo'g'daydiganligini bildirdi. Tashqi dunyoning faqat Jungo'ning harakatiga diqqat qilib, boshqa davlatlarning Janubiy dengizdagi harbiy harakatlariga sal qaramasligini talab qilib, teg'i uchini bevosita Amerikaga qaratdi. Bundan boshqa Jungo Amerika ishga taraf Çavuşen'nin yadro kuralları sınak kılganlığı doğrusida o'zaro fikir almashtirdi. Minister Wang Yi mundaq ko'rsatdi. Jungo Amerika ishki taraf Çavuşen'nin yadro davlati bo'lish o'rnini e'tirof qilmaydiganligini bildirib, ikki davlat Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik komitetida Çavuşen'nin yadro kuralları doğrusida qaror ma'qullab, Çavuşenni suhbat ustiliga kelishga majburlashga qo'shildi. Diqqat vatandaşım. Lekin minister Wang Yi aslidagi o'rinlashtirish bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Mudofaa ministerligiga berib, Amerika Qo'shma Shtatlarning Davlat Mudofaa ministri Ashton Carter bilan ko'rishmoqchi edi. Lekin ziyorat tuyuqsiz bekor qilindi. Diqqat vatandaşım. Biz yukarıda okup görüp öttük. İki taraf ameliy hamkorlik dairesini kengaytib, o'xshashli bir vaqtda o'rtadagi ixtiloflarni hal qilish va o'rtadagi ixtiloflarni imkon qadar azaytish qo'shildi. Bu abzasga diqqat qiling vatandaşım. Ikkinchi xabarda Çavuşen'ning yadro davlati bo'lish o'rnini e'tirof qilmaslik. Bexatarlik komitetida Çavuşenni yadro qurolları meselesini qandaq bir taraf qilish to'g'risida qaror ma'qullash va Çavuşenni suhbat ustiliga elib kelishga ikki davlat qo'shildi. Jungo va Amerika Çavuşenni jazolash to'g'risida kelishim imzoladi. Mavzuli xabar 2. ayning 25. kuni
Amerika avazının Xitay til programması da ilan kılındı. Haber mundaq başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo haftaning 3-cü günü kelishim imzalab, Çavuşanның yaqinda yadro qurallarını sınaq qilganligini, raketa qo'yib berganligi to'g'risida Bexatarlik komitetining Çavuşanni jazolashni qaror qilishga qo'shiladiganligini bildirdi. Diqqat vatandaşlar. Çavuşanni Bexatarlik komiteti jazolash to'g'risida qarar aladiganligi to'g'risida Jungo qo'shildi va Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shildi. Demak, ikki davlat o'rtasida bu to'g'rida Çavuşanni jazolash to'g'risida kelishim imzolandı. Sharq Shimoliy Osiyoning vaziyati jiddiy o'zgarish bosqichiga kirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı haftanın 4-cü günü Çavuşan'a embargo yürgüzüş to'g'risida ishni taqib olib maslahatlashdi. Aralıqda Amerika Jungo ikki davlat imzolagan Çavuşan to'g'risidagi kelishim muhokama qilinadiganligi eg'izga elindi yoki bishorat qilindi. Amerika Qo'shma Shtatlar bilan Jungo Çavuşan to'g'risida kelishim hosil qiladigan bir paytda Jungo Tashqi ishlar ministrligining ministri Wang Yi Washingtonni ziyorat qilib, yuqoriga til olib ketgan Amerika davlat rahbarlari bilan ko'rishdi. Amerika Davlat Bexatarlik komitetining bayonotchisi mundaq ko'rsatdi. So'zun Rais xonim Bexatarlik komitetining maslahatchisi Aqsaray So'zun xonim Minister Wang Yi bilan birdek mundaq hisobladi. Çavuşanning yadro qurollarini sinaq qilish va raketa qo'yib berishiga qarata kuchli va birdek inkas qaytardi.